Turmushga chiqmaslik sharti bilan ijodni boshlagan yilning eng yaxshi xonandasi Jasmin 29 yoshda. Asl ismi Madina Fayzullayeva bo'lgan. The Cover Up loyihasida tanilgan va 2024-yilning eng yaxshi ayol xonandasi mukofoti bilan taqdirlangan xonanda Jasmin 13-noyabrda 29 yoshni qarshiladi. Arslonim, kumush nolasi, sevganlarimizning sevganlari bor. Siz yaxshi-yu, biz yomon qo'shiqlari bilan tanilgan Jasmin ko'p ham intervyu bermaydi. Shunday bo'lsa-da, uning hayoti va ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. Onam haligacha san'atni yig'ishtir deydi. 1996-yilda Navoiy viloyatining Zarafshon shahrida tug'ilganman. Oilamizda san'atkorlar yo'q. Onam shifokor, dadam tog' metallurgiya zavodida ishlaydi. Onam tarafdagilar hammasi doktor. Dadam taraf ishchilar oilasi. Shu paytgacha oilamizda hech kim san'atga qadam qo'ymagan. Men eng birinchi bo'ldim va oxirgisi ham o'zim bo'lsam kerak. Bog'chaga boradigan vaqtlarimda sahnaga chiqib qo'shiq kuylaganman va shu bilan qo'shiq kuylash yoqib qoldi. 6-7 sinflarda tanlovlarda qatnashib, kichik sovg'alar yutib kelardim. Uyimdagilarga shu sohani tanlashim kerak deb ularni ko'ndirganman. Lekin onam bilan suhbatlarimizda haligacha bo'ldi, yig'ishtir, katta qiz bo'lib qolding, turmushga chiq degan gaplar bo'ladi, deydi xonanda. Aslida aktyorlik yo'nalishida tahsil olganman. Hozir xonandaman, lekin rostini aytsam, institutda aktyorlik yo'nalishida tahsil olganman. Qachon o'qish tugar ekan deb yurardim. Chunki bolalikdagi orzum qo'shiqchilik bo'lgan. Aktyorlikka grant asosida qabul qilinganim uchun uydagilarni qiynamay deb majburan o'qiganman. Eski shahar guruhiga qabul qilinganimda imijimni, ismimni, hatto sochimni o'zgartirish taklifi bo'lgan va bu menga ma'qul kelgan. Sababi o'zgarishlardan qo'rqmayman. Ammo ichimdagi Madina endi Jasmin bo'lishga avvaliga ko'nikolmagan. O'rganishim juda qiyin bo'lgan. Hozir buni qabul qilganman va shu ismda qoldim. Aslida esa hayotda umuman teskarisiman. Tekis sochli, jim yuradigan, gapirishdan ko'ra ko'proq eshitishni afzal ko'radigan insonman, deydi u. Ammo Jasmin aktyorlik yo'nalishida universitetni tamomlamagan. 2020-yilda u artist ko'rsatuvidagi uzoq davom etadigan syomkalar, eski shahar guruhi bilan bo'ladigan repetitsiyalar sababli oliygohdan chetlangan. Jasmin 2019-yilda yosh iqtidorlar uchun tashkil etilgan The Cover Up loyihasida qatnashgan va bu ko'rsatuv uning ijodida katta burilish yasagan. U loyiha 4-mavsumining mutlaq g'olibi bo'lgan. The Cover Upgacha Jasmin ham, eski shahar guruhi ham yo'q edi. Bor edi-yu, u qadar tanilmagan edi. Loyihada qatnashamiz deb tayyorgarlik ko'rib, 3 oy tayyorlanganmiz. Bizga tushgan qo'shiqlar ustida tuni bilan haftalab ishlab obraz yaratib chiqardik. Qanday bo'ladi, nima qilamiz, kiyim, soch, stil, hammasi ustida tinim bilmay ishlaganligimiz uchun ko'pchilikning nazariga tushib, yodida qolgan bo'lsa kerak deb o'ylayman, deydi xonanda. Guruhdan yig'lab chiqib ketganman. Qiyinchiliksiz ish bormi? Hammada qiyindan bo'ladi. Loyihada qatnashayotgan paytimizda o'zimizning tayyorgarlik ko'radigan kichkina qorong'u xonachamiz bo'lardi. Qur'a tashlashda qo'shiqni olishimiz bilan darhol borib, tayyorgarlikni boshlardik. Guruhdagi yigitlarning hammasi professional. Men esa ba'zi narsalarni tushunmasdim. Ba'zi yo'nalishlarni umrimda eshitib ham ko'rmagandim. Shunday yigitlar, bo'ldi, charchab ketdik, bu bilan ishlamaymiz deb prodyuserga shikoyat qilishardi. Shunday paytlarda yig'lab chiqib ketganman. Ammo hech qachon guruhni butunlay tark etib, Navoiyga qaytish fikri kelmagan. Loyihaning bir sonida Shohruxxondan 5 ball olganmiz.
qolganlarda balimiz tushib ketgan. Ne orzu-umidlarda qatnashayotgandik. Keyin Botir Qodirovdan 9 ball oldik. Hosila Rahimova keladigan sonda esa boz qo'shig'i tushgan. Sozandalar kuyni cover qilib chalishgan-u, men qo'shiqni hech o'zgartira olmaganman. Shunda unday emas, bunday kuyla, o'zgartir deyishganda yig'lab chiqib ketgan paytlarim ham bo'lgan. Keyin guruhning eng kattasi Ortiq aka, Madina, shoshmang, kim boshda yaxshi kuylagan? Hatto o'sha mashhur xonandalarning ba'zilari ham boshda traktorga o'xshab tirillab aytardi. Sabr qiling, ishlaylik, deb ko'ndirganlar, deya eslaydi Jasmin. Xonandaning tanilishida Ravshan Kamilovning Oq bilag'oyim Toshkentlik qo'shig'ining o'rni katta. 2019-yilda qo'shiqning Jasmin tomonidan kuylangan cover talqini ko'plab tinglovchilarga manzur kelgan va YouTube platformasida deyarli 5 million martaga yaqin ko'rilgan. Oq bilag'oyim Toshkentlik qo'shiqning ustida ancha ishlaganmiz. Keyin boshqacharoq ohang bilan yana o'zgartirganmiz. Ilk ijro etgan qo'shiqlarimni tinglasam, bekor bunday aytgan ekanman, nola ko'payib ketgan ekan. Bunday deb o'zimning oldingi va hozirgi holatimni solishtiraman. Balki ulg'aygan sarim professionalroq bo'lishga intilayotgandirman, deydi u. Kumush nolasi meni yosh-u qariga tanitdi. Kumush nolasi qo'shig'ini kuylaganimga qadar meni asosan yoshlar tinglardi. Bu qo'shig'im chiqqandan so'ng o'rta yoshlilar, keksa insonlar ham bo'lar ekan-ku shunaqa ashulalar aytsanglar deb tinglashni boshlashgan. Undan keyin ham barchaga manzur keladigan sokin taronalar ham chiqardik. 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan barchaga yoqishga harakat qilyapmiz. Ijodkor ham o'ynadi, ham yig'ladi, ham yuraklarni jiz qildirishni bilish kerak. Xalqimiz sho'x qo'shiqlarimni qabul qilishi biroz qiyin bo'lgan sabab klassik qo'shiqlar ham kuylayapman, deydi u. Jasminning prodyuserining so'zlariga ko'ra, u hali turmushga chiqmaydi. Shu shart bilan guruh shartnomasi tuzilgan. Aslida karyera o'z ta'sirini shaxsiy hayotga bu qadar o'tkazishi kerak emas. Har bir o'z vaqti kelganda turmushga chiqishi kerak. To'g'risini aytsam, uyda ham har kuni qachon turmushga chiqasan, seni qachon erga beramiz degan muammo. Ijod qilyapman. Hayotim ish uy yo'nalishida. Prodyuserimning bu talabiga ota-onam avvaliga e'tiroz bildirishdi. Rozi bo'lishmadi. Keyin biroz ko'nikishdi. Chunki men shu kasbda ishlamasam bo'lmasligini ko'rishdi. Sahnani, qo'shiq kuylashni shu qadar yaxshi ko'raman. Peshonaga yozilgani kim bo'lishini bilmaysiz, balki san'atkor inson bo'lar, deydi u. Jasmin turmush o'rtog'ining xohishiga ko'ra san'atdan ketishga rozimi? Xonanda hozir yakkaxon tarzda ijod qilmoqda. Xo'sh, u bo'lajak turmush o'rtog'ining karyerani tashlash borasidagi shartiga rozilik beradimi? Bu haqida xayolimdan o'tadi, lekin ko'p o'ylamayman. Chunki ijodni hali davom ettirish niyatim bor. Agar mabodo bo'lajak turmush o'rtog'im ruxsat bermasa ham afsuslamayman. Chunki oila birinchi o'rinda. O'zimga qolsa, ikkalasini ham birdek olib ketishni xohlayman. Ammo bo'lajak turmush o'rtog'imning xohishi birinchi o'rinda. Avval eski shahardagi yigitlar ham agar kun kelib turmush o'rtog'ingiz qo'shiq kuylashingizga qarshi bo'lsa, guruhdan ketishingizga qarshi bo'lmaymiz deyishardi, deb so'zlab berdi Jasmin. Jasmin to'ylarni qanday o'tkazadi? Qaysidir xonandalar to'yga borganda sokin qo'shiqlardan boshlab, keyin asta-sekin sho'xroqlarga o'tadi. Biz esa to'yni ham konsert sifatida o'tkazishga harakat qilamiz. Ya'ni konsertda birinchi qo'shiqdanoq odamlarning diqqati sahnaga qaratiladi. Biz shunga intilamiz. Shuning uchun to'ylarda sokin taronada emas, sho'xidan boshlaymiz. Jasminning $120 ming sarflagan ilk konserti. Jasminning $120 ming sarflagan ilk konserti. Xonanda Jasmin
Xalqlar do'stligi saroyida ilk bor yakkaxon konsert dasturi o'tkazdi. To'liq jonli ijroda bo'lgan kechada xonanda Tohir Sadiqov bilan "Sen ketgandan beri" deb nomlangan yangi duet kuyladi. Konsertning dekoratsiyasi va jonli ijrosi yuqori darajada bo'ldi. Rejissyor va sahna ustalari Ukrainadan kelib, professional tarzda ishlashdi. Biz jungli tematikasini tanladik. Jungliga tushib qolgan qiz obrazi. Undan tashqari oversize futbolka bilan ko'cha obrazi, jinsi kostyum bilan ham chiqishlar bo'ldi, dedi Jasmin. Xonandaning so'zlariga ko'ra, konsert dasturi uchun jami $120 ming mablag' sarflangan. Men uchun eng katta baxt. Afsonaviy san'atkor Tohir Sadiqov men bilan duet kuylashga rozi bo'lib, taklifimizni qabul qilib, sahnaga chiqqani bo'ldi. Tohir aka bilan "Sen ketgandan beri" nomli yangi qo'shiq kuyladik. She'rni o'zimiz olib bordik. Ovoz yozish ishlarini ham bir kunda tugatdik, deydi Jasmin. Jasmin Madinaga nima tilagan bo'lardi? 29 yoshni qarshilagan Jasmin ham hali oila qurmagan san'atkorlardan. Uning shaxsiy hayoti haqida deyarli hech qanday gap-so'zlar yo'q. Jasmin Madinaga oilaviy baxt tilagan bo'lar edi, deydi xonanda ko'zlarida yosh bilan.